Shayton qayoqqa vasvasa qiladi? Kelib qulog'ingizga hech shayton gapirganini eshitganmiz? Shayton ko'ngilga hujum qiladi, qalbga hujum qiladi. Qalbda shaytonning nasibasi bo'ladi. Inson shaytonning aytganini qilgan sari shaytonning qalbdagi nasibasi yiriklashib boradi. Shaytonning nasibasi yiriklashgan sari shayton quvvat olib boradi. Yangi hiyla, yangi gap, yangi yomon ishlarni sizga buyruq qiladi, siz itoat qilib ketaverasiz. Lekin siz yo'lni boshidan boshlab to'xtasangiz, shaytonning nasibasi oz bo'ladi, vasvasasi kamayadi. Siz zikr qilib Allohni eslagan sari u qurib boradi. Shuning uchun tasavvufda qalb bilan zikr qilish bor. Odatda Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deb ketaverasiz, til qaytaraveradi, qalb bozorda yurgan bo'ladi. Unda zikrning foydasi qalbga bo'lmaydi. Shuning uchun tasavvuf mashoyihlari mana buni isloh qilish uchun nima qilishgan? Tilni to'xtatib qalb bilan zikr qilishni mashq qilishadi. Bu degani faqat qalb bilan zikr qilsang bo'ldi, tiling ishlamasin emas. U ma'lum vaqt qilinadigan mashq bu. Tilni tanglayga qo'yib, qalbni o'zi bilan zikr qiladi. Mana bu narsa deydi, qalbdagi shaytonning nasibasini quritadi. Siz shunaqa qiling. Tilni tanglayga qo'yib, la ilaha illalloh, la ilaha illallohni qalb bilan qayta ayting. Qalbingiz o'zgacha olam olib boshqa olamga tushib qolasiz. Va keyin boshqa zikrlarda qalbni hozirlash oson bo'ladi.